mevalarni arabcha nomlarini qanday oson va tez yodlashni o'rgataman. Bu mnemonikada assotsiatsiya usuli deyiladi. Assotsiatsiya degani bir narsa bilan bog'lab olasiz. O'zi umuman chet so'zlarini o'rganishda shunday narsa borki, mana shu bir aslan ruchka deylik, mana shuni ruchkaligini o'zbek tilida, rus tilida bir xil aytiladi, hamma tilda har xil aytiladi. Masalan, ingliz tilida pen bo'ladi, to'g'rimi? Arab tilida qolam bo'ladi. Va buni agar o'sha tilni bilmaydigan insonga shuni ko'rsatsangiz, u o'zini tilida aytadi buni nimaligini. Lekin buni ko'rsatsangiz javob bera oladi. Bundan nima kelib chiqadi? Demak, bu til bu koddek gap ekan, kod xuddi. Biz uchun kod so'zimiz bu ruchka, arablar uchun qolam. Inglizlar uchun pen. Kod so'z hisoblanadi. Shunga o'xshab, demak, biz mevalarni xuddi shunday kod so'z deb tasavvur qilib olamiz arabcha so'zlarni va ularni assotsiatsiya orqali o'rganamiz. Tayyormisizlar yangi darsga? Qani? Yoqyaptimi darslar? Bir qo'llab-quvvatlab boringlarchi. Keyin boshlaymiz. Ketdik. Xo'p, arablar mevalarni qanday oson va tez yodlash mumkin? O'zbekcha nomi, arabcha va transkripsiyasi. Mana doskaga, ekranga qaranglar. Demak, olma arab tilida tuffahun bo'ladi yoki tuffahatun bo'ladi. Olma, tuffahatun. Keyingisi banan mavzun bo'ladi. Mana transkripsiyasi yozilgan arabchani bilmaydigan o'quvchilarimizga. Apelsin burtuqalun bo'ladi. Mana burtuqol yozilyapti. Ko'ryapsiz-a? Burtuqol. Va qulupnay farawilatun bo'ladi. Farawila. Farawila, farawila desangiz ham bo'ladi. Va qovun shammam bo'ladi. Shammam. Mana endi hozir olma, banan, apelsin, qulupnay va qovunni arabcha nomlarini qanday qilib assotsiatsiya qilishni o'rganamiz. Ketdik. Demak, qarang. Tuffahatun. Mana ayol tufli deb olamiz, tuffahni. Demak, tufli ustida olma turibdi-da, bunga bir ayol qarab o'tiribdi. Tuffahatun. Tufli va xotin degan so'zni assotsiatsiya qilib olamiz. Tuffahatun. Tuffah, tuffahatun, tufli va xotin. Demak, ayol tuflini ustida turgan olmaga qarab o'tiribdi. Shunaqa qilib miyangizga assotsiatsiya qilib oling. Qildingizmi? Ketdimi? Rahmat. Qo'llab yuboringlar desam, shuncha kommentariy zo'r ketyapti. Rahmat sizlarga. Keyingisi. Mavz banana, mavzun banan. Qanaqa qilamiz? Mavzu so'zini assotsiatsiya qilib olamiz, bog'lab olamiz. Demak, o'qituvchi dars o'tyapti. Mavzu banan. Banan degan mavzuni o'tyapti. Demak, mavzu banan. O'tilayotgan darsning mavzusi banan ekan. Bananni mavz so'zi bilan bog'lab olasiz. Mavzuyimiz banan. Ketdik. Tushundingmi? Demak, birinchisi tuffah olma bilan tufli va xotin edi. Endi bunisi mavzu, mavz. Ketdik. Tuffahun, tuffahatun ikkalasi ham bo'ladi. Keyingisi burtuqol. Burtuqol. Tasavvur qiling, qo'lingizda apelsin turibdi. Burtuqol o'zi apelsin degani. Qo'lingizda apelsin turibdi va siz uni qo'lingiz bilan burdalab tashlayapsiz. Mana pastda burdalangan bo'linglar yotibdi. Ko'ryapsizmi? Burda qo'l. Burda qo'l. Qo'lingizda burdalayapsiz. Buni ko'p ba'zi bir insonlar Portugaliya bilan ham moslab oladi. Hamma o'ziga assotsiatsiya qilib oladi. O'zi qilsa bo'ladi. Men endi sizlarga yordam sifatida qanaqa bo'lish kerakligini ko'rsatyapman. Demak, burda qo'l. Va keyingisi juda ham qiziq. Bu qarang. Farawilatun, farawilatun bu qulupnay degani. Bu fara va villa degan so'zni tasavvur qilib olsangiz bo'ladi. Demak, qulupnayni mana tasavvur qiling, yuzida ikkita farasi turibdi va mana shu fara bilan u orqadagi villani yorityapti. Farawila. Farawila. Tasavvur qildinglarmi? Demak, farawila bu qulupnoy ekan. Va keyingisi
Shammamun bu qovun. Nima bilan assotsiatsiya qilamiz? Shampun bilan assotsiatsiya qilamiz yoki hammom bilan assotsiatsiya yoki ikkalasini qilsangiz bo'ladi. Demak, hammomda qovun shampunlab cho'milyapti. Shammamun. Qovun. Qanday bo'ldi? Keling, yana bir takrorlab chiqamizmi? Demak, olma tuffahatun, banan mavzun, apelsin burtuqol, qulpnay faravila, qovun shammam. Demak, tuffah tufli va xotin, banan mavzun, mavzu banani, burdaqo'l, demak, apelsinni qo'limizda burdalayapmiz, burdaqo'l, faravila qulpnay faralar bilan villani yorityapti. Va shammam qovun. Qovun hammomda shampun bilan cho'milyapti. Shunaqa izlar. Mana endi bu yerda to'xtab turaylik. Eslab qoldingizmi? Ha. Albatta, o'zi umuman fantaziya, tasavvur juda ham muhim hisoblanadi. Xotirada tasavvur bilan ko'p ishlanadi. Aynan bizda mnemonika darslarida shularni o'rganasizlar. Va mana endi keling, o'tdik keyingisiga. Demak, olma. Yana bir eslab qo'yinglar. Nima edi olma? Tuffahatun, banan mavzu, apelsin burtuqol, qulpnay faravila va qovun shammam. Eslarda qoldimi? Agar siz arabiy matnlarni o'qib tushunish, farzandingizga arab tilini o'rgatish va muqaddas joylarga borganda arablar bilan o'z tilida suhbatlashish, bundan tashqari kundalik zikrlaringizni ma'nosini bilishni istasangiz, Atilmiz onlayn maktabining boshlang'ich arab tili kursi aynan sizga to'g'ri keladi. Bu kursni 3 oy davomida o'qib, mana shu yuqorida aytilgan maqsadlaringizga erishish uchun birinchi qadamingizni qo'ygan bo'lasiz. Boshlang'ich arab tili kursimizdagi yana bir afzallik va yangiligi shuki, aynan mana shu kurs uchun biz xotirani mustahkamlovchi mnemonika darslarini ham qo'shdik. Bu bilan siz o'z xotirangizni kuchaytirishingiz, diqqatingizni bir joyga jamlashingiz va xorijiy so'zlarni maksimal ko'p miqdorda yodlab o'rganishingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bunday imkoniyatlardan foydalanish va men bilan birgalikda natijaga chiqish uchun ushbu video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va joyingizni band qiling.